Assalomu alaykum, Barandachi o'z kanalining hurmatli obunachilari va Andijon qora jo'ja ishqibozlari. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimizni qanaqa qilib boqsak, aka qancha bir kunlikdan olib boqsak kungacha necha porasi o'tsa bo'ladi, qancha bir kunda necha kilo yem yeydi degan obunachilarimiz uchun bu videomiz maxsus bo'ladi akalar. Xuddi shunaqa 5 litrlik idishda olasiz aka. 5 litrlik idishga ertalabda 5 kilo don solasiz. 50 ta jo'ja 5 kilo don. Xudo xolasa 5 kilo don deydi-da jo'jalarimiz kechgacha yotadi akalar. Asli don yonida turgan hisobiga bir xilda chiroyli katta bo'lishiga sabab bo'ladi ekan. Jo'jalarimiz hammasi bir xilda yuradi. Standart go'zal holatda bilan jig'il donlari doni bilan turib kelayotgan. Bu idish bo'lmasa akalar, jicha jo'ja ba'zida och qolib ketib qolishi mumkin. Ba'zida och qolgan hisobiga ko'p yeb yuborishi mumkin. Shunda hazm yo'nalishi buzilib, sizda jo'jangiz cho'tki yoki mana jo'jam ko'p cho'qiyapti, jo'jam cho'qsa nima qilsam bo'ladi Muhammad Ayub постоянно suv turadi, doni turadi deyshadi. Yo'q akalar. Siz bilmagan holatda jo'jani qolma ochiq yoki suvsiz qolib ketadi. Bizda ham bo'ladi chunki ba'zida suvsiz qolib ketib qoladi. Chunki ulgurmay qolishimiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuni hisobida shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lyapti aka desam, ko'pchilik aytadiki, "Yo'q, Muhammad Ayub, bizda suvsiz qolmaydi jo'jalar, постоянно suv qo'yaman, постоянно don solaman" deyshadi, lekin unaqa bo'lmaydi. Mana jo'jalarimizda akalar 5 litrlik idishga olganimizdan keyin 5 kilo don solib qo'yib, 50 ta jo'jaga 5 kilo don zakonli yetadi. Ertasi kuni ertalab solamiz. Bugun solsak, ertaga ertalab solamiz. Ya'ni 24 soatda bir marta don solamiz akalar. Bemalol yetadi, jo'jalar yaxshi o'zgarishiga sabab bo'ladi. Hamma narsasi chiki bo'ladi akalar, xullas ham. Jo'jalar salomatchiligi ham zo'r bo'ladi. Shunga qarab. Hali mana jo'jalar bir xilda standart bo'lyapti. Jo'jaga yengil olmaydi, qattiq bo'ladi, berishib turgan bo'ladi akalar. Nejniy bolalar bo'ladi. Nejniy bolalarga o'xshagan bo'lmaydi. Mana qattiq virsillab turib. Testosteron, balatol. Kimga shunaqa Andijon qora jo'jalari kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, Barandachi o'ziga aloqa qilinglar mana. Sizlar uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilib boqamiz akalar. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimiz joyni kengaytirib, 5 mingta boqadigan joyimiz 10 mingtalik bor akalar. Tepaga 2,5 ming teka tomonga 2,5 ming turadi. Pastga 5 ming turadi. O'yinki akalar bitta jo'jadan 1000 so'mdan qolganda ham, yarı 7 ming jo'jadan 7 million oyga pul bor. Shunaqa biznes qilib qo'ying aka, bahordan shunaqa bizneslarga yo'lga qo'yib, hozir xohlasangiz mana shu jo'jani olib qo'yib, erta bahor tuxumga kirgizsangiz deb turib hisoblaysan akalar. Erta bahor fevralda menga qancha bo'lsa qora tovuq qilib bering aka. Fevral oxirlari, mart boshlari aka, qancha bo'lsa qilib bering, men o'zim hisoblayman, maza qilib. Sizga misol 100 mingdan tushganmasa 110 mingdan menga bering. Men o'zim foydam qo'yib, sizlarga ham yordam bo'ladi akalar. Ham biznes bo'lib qoladi, ham aka tajriba quyonchasi bor-da sizlarda akalar. Hech e'tibor bermaysiz. Tajriba quyonchasi menman, Barandachi o'z kanalining admini Muhammad Ayub bo'laman. Sizlarga ko'p o'rgatyapman, ko'p harakat qilyapman, lekin bu ish mendan olsa hammada o'xshaydi deganim emas akalar. Bunga harakat kerak. Mana kecha Namangandan video qo'ydim-ku. Akamiz yorib tashlagan joyda ishoninglar, yorib yuborgan. Havas qildim o'zim. Men hozirga suv bankida beraman. U akam sirrazi pipitga qo'yibdi-yu, qo'yib qo'ydim men. Mana kimga Andijon qora jo'jalari kerak bo'lsa akalar, bu jo'jalarimiz 17 ming so'mdan 100 gacha dastlabki xizmati bor. O'zbekiston istalgan joydan aloqaga chiqing aka. 10 kunlik jo'jalarimizni xudo xolasa 17 ming so'mdan